Nazohara ishta ochdi. Zohar aka nimanidir reshet qilyapti hozir. Xullas shu lamalarda o'tkazishadi. Lamalar keyin devordan olib chiqib simdan unga ulanadi. Keyin chaqmoq chaqqanda ortiqcha toklarni yerga tortib beradi. Xullas ortiqcha ba'zan kabelda qayerdir kesilib qolgan yoki urinib qolgan kabellar bor, haligi massa beradi, tok beradi. Tok urish ehtimoli bor. Nimalarda sizni tok urmaydi-da. Ozgina seskantiradi, keyin yerga tortib beraveradi shularni. Funksional vazifasi shunaqa. Endi bizda O'zbekistonda bunaqa nimalar bormi yo'qmi bilmayman, lekin agar yirik korxonalarda bo'lmasa tak yo'q. Chaqmoqqa qarshi nimalar yo'q. Yangi ko'milgan yog'ochlarni ko'rdik. Beton yog'ochlar deydimi? Beton istalbalarni ko'rdik. O'shalarda bor ekan u. U ham ozgina. 1 metr mashaqqiydi. Yamja ulashmasa kerak. Shunaqa gaplar, bir tomonda urush bo'lib yotibdi, bir tomonda mana binolarda chiroyli qilib qurib sotib yotishibdi-da, soqqani qilishyapti. Bunaqa logistik joylarda qilishyapti. Mana sklad ko'p. Qaysi birida ishlab chiqaradigan, qaysi birida tayyorni olib kelib sotadi, qaysi biridir bilmadik qanaqadir davlat obyektlari. Aytilishi mumkin bo'lmagan, kirishi mumkin bo'lmagan joylar bor shu atrofda. Dam oling aka. Shuncha pulni nima qilasizlar,